Bu уже operatsiya qilib olib tashlandi. Olib tashalgandan keyin hozir yana bitta tekshirib olamiz. Возраст judayam yosh, 2009. Endi bu o'zingni xatoyi bo'ldimi yo o'sha o'zing tarafdagi poliklinikaliklarni xatosi bo'ldimi? Xullas, homila bo'lganini ham bilmay qolgansizlar, u rivojlanmay qolganini ham bilmay qolgansizlar. Hattoki u huzurli zanos bo'lib markani polniy egallagangacha bilmagansiz. Keyin nimadir sabab bo'ldi, tekshirganinglarda aniqlanib qoldi va shu holat bilan keldinglar. Ichidagilarni hammasini olib operatsiya yo'li bilan gastroskopiya qilib olib tashlandi. Lekin gistologiya mana hozir tasdiqlandi. Ana endi kimyoterapiya olish kerak bo'ldi. Bu holatda kimyoterapiya yana chunki возраст yoshsan, hali san homila bo'lish keraksan. O'shaning uchun men o'tirolmay tinmasdan so'rayverdim. Qayoqqa ketib qoldi, bu qiz nimaga qaytib kelmayapti, kecha men Saodatga har bo'lganimda aytaman, Saodat menga chaqirib ber o'sha qizni. Chunki ertaga seni kelajaging bor, hozir yoshsan, tushunmaysan bu narsani. Ertaga 10 yil, 15 yil o'tgandan keyin homilasida bu qilsang tushunasan shu narsani. Hatto bu narsa inson o'limigacha olib boradi bu narsani, onkologiya holatigacha, rak holatigacha olib boradi. Endi be'tiborlik tufayli bo'ldi shu narsa, endi oxirigacha to'liq davolanib ketishim kerak. Xo'p, qonli ajralma doimiy kelishi operatsiyadan keyin seni chaqirishini ham bo'lgan sababi, o'tgan safar buni olayotganda matkada travma bo'lgan. O'shani hisobiga pastki qismiga tegib bo'lmagan, ozgina joyi bor, qolib ketgan. O'shani hozir uzukda ko'rib olib, o'sha qolib ketgan bo'lagini ham yana olib, undan keyin kimyoterapiyaga o'tkazamiz. Mana shu huzurli zanos mana homila bo'lgan, patsient rivojlanmay qolganini bilmagan ham даже. Matkada ichida shunaqa huzurli zanos holat. Mana bu matka mana. İçini bu to'liq egalladi. Endi buni xirurgik yo'l bilan olib, kimyoterapiya qilish kerak histologiyadan keyin.